Botir aka, mana relsimni o'tkazib yuboring, iltimos, ikki qo'lim band deydi-da. Ha, qo'ling band bo'lsa ham, bittagina funksiyani yoqib, gapirganingda next deb turganingda o'zi tepaga reels o'tadigan qilib qo'ysang bo'ladi-yu. Qanaqa qilib? Eshit. Buning uchun universalniy do'st bo'limidan управление голосом funksiyasini yoqib, создать funksiyu komanda qilamiz va next so'zini yozamiz. Keyin barmog'ing bilan bundoq qilasan, bo'ldi safranib. Mana bo'ldi. Ana endi next. Next. Ana. Wow, Nodir aka, rosa ishlayapti-yu. Qatorda zo'r lafazlarni o'rgandingiz? Men prosta Ayselga obuna bo'lganman. Siz ham obuna bo'ling va siz ham eng zo'r lifehacklarni Ayseldan o'rganasiz. O'rganasiz.